Masalan, o'zimiz ham ko'p ko'rgan. Parklarda yigit bilan qiz o'tiradi, gap yo'q, tugab bo'lgan gap. Ana ufqqa qarab termali o'tirishadi, gap yo'q, so'z yo'q. Har zamonda yigit ala Xamer o'tib ketib ko'rdingmi? Nima? Yangi chiqqan mashina Xamer. Qaysi biri? O, ketdi o'zi yo'q. Bo'ldi, shu ham bitta gap bo'lgan. Bu yerga yana jim o'tirishaveradi. Qishloqda-chi? Eshik qo'ng'iroq zing bosib. Qiz uydami? Nima edi? Men birga o'qiganman, hozir ham birga o'qiyapman. Men bir gapim bor edi. Mani qizimda gaping bormi? Ha, gapim bor dedi. Saniya? Ha, mani gapim bor. Bo'ldi. Shu. Hozir chaqirib beraman. Mana turing. Ketib qolmang faqat. Adashmasizmi bodo? Bo'ldi. Hozir chaqirib beraman. Ketib qolish yo'q-a? Shunday kiradi miltiqni olib. Xotin! Qizing chaqirib yo'q-a? Tashqariga bir chiqing qizim. Shu yigit sizga tanishmi? Tanish. Nega bu meni xonadonimga kelib hammani yo'qda, hammani oldida sharmanda qilyapti bu? Tinchlikmi? Bir-biringizni sevasanmi? Yo'q, biz birga o'qiyapmiz, xolos biz. To'g'risini ayt. Dadam qilyapti. Yomon qishloqda bunaqa narsalar. Ride with the mob, hamdulillah.